Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, aziz obunachilar, hurmatli fermerlar. Bugun 29-yanvar soat 12:56 o'tibdi. Onlayn suhbatimizni boshlaymiz. Ayni daqiqalarda bizni 3178 nafar fermerlarimiz kuzatishmoqda ekanlar. Qimmatli vaqtingizni ajratib birga bo'lganimizdan biz ham xursandmiz. O'tgan safargi onlayn suhbatimizni dekabr oyida tashkillashtirgandik. Unda Xitoy paxta navlari, ularda ishlovlar, ishlov sxemalari, hosildorlikni oshirish yo'llari bo'yicha ochiq muloqot qilgandik. Juda ham yaxshi savol-javoblar bo'lgan. Xitoy paxta navlari haqida ham yaxshi ma'lumotlar berilgandi. Bugun esa g'alla ekinlari bo'yicha bo'ladi. Mavzuyimiz shu. G'alla ekinlariga birinchi ishlovlar, ishlov sxemalari, qaysi vaqtda qaysi suyuq o'tlar yoki mikrobiologik ishlovlar qilish haqida va albatta o'sha 520-sonli qaror. 520-sonli qaror juda ko'pchilik so'ragan. U haqida ham ma'lumot berib o'tamiz. Bu yerda kimdir va hozir savol bo'lgan bu yerda Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumani. Hosildorlik pasayib ketdi bizda deb, bunga nima sabab? Hosildorlik pasayishiga birinchi navbatda tuproqda mikroorganizmlar kamligi. Mikroorganizmlar kamayishi oqibatida hozir 1% ga ham tortmayapti. Juda ko'p hududlarda, ko'p viloyatlarda 1% ga tortmagani sababli, mikroorganizmlar yo'q hisobi bo'lgani sababli tuproqlarda o'sha siz bergan mineral o'g'itlarni o'zlashishi qiyinlashgani oqibatida sho'rlanish juda yuqori, chunki uni juda katta foizi tuzga aylanib tuproqqa, bu faqat sho'r bo'lib ko'rinmoqda. Sho'rlanish yuqoriligi sababli, agar sho'rlanish yuqori bo'lsa, mineral o'g'itlar ham o'zlashmaydi va tabiiyki bu bilan hosildorlik pasayib, kasallik va zararkunandalarga qarshi kurashish ham imkonsiz bo'lib boradi. Mana shuning uchun ham bizni kompaniya bilan ishlayotgan fermerlarimizni aksariyati eng yuqori hosil olmoqdaki, O'zbekiston bo'ylab. Biz ularga aynan shu mikroorganizmlarni taklif qilyapmiz. U har xil ko'rinishda. Bizda 12 xil preparat ishlab chiqariladi. Anguzol Agroservis kompaniyamiz Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan keng assortimentdagi mikrobiologik preparatlar ishlab chiqaruvchi hisoblanadi. Bu yerda ko'p, masalan, Plantassim ildiz simulyatori mana ochilgan, o'zi kristallashib qolgan trik bakteriya. Buni tarkibi masalan Trichoderma lignorum, bu ham ekinlarda ildizni rivojlantirib beradi, ham o'sha ildiz atrofidagi fosfor va kaliyni fiksatsiya qilib beradi ildizga, ya'ni o'zlashishiga yordam beradi. Shuning uchun biz preparatlarimizni o'sha birgalikda qo'llashni tavsiya beramiz. Masalan, Baktaminni bilasizlar. Baktamin bu biologik azot, tarkibi Azotobacter chrococcum, ya'ni biologik azot bo'lgandan keyin bu Azotobacter chrococcum bakteriyasi o'sha havodan ham azot o'zlashtirib beradi, ildiz atrofidagi mineral azotlarni o'zlashishiga ham juda katta yordam beradi. Bu o'sha bedani ildizda yashaydigan, simbioz holatda yashaydigan Azotobacter chrococcumni preparat shakli. Bedadan keyin qanday ekin ekiladigan bo'lsa, azotni eng minimal ravishda berilishi kifoya bo'lib hisoblanadi. Buni juda ko'pchiligingiz yaxshi bilasiz. Ekinlarda hosildorlikni pasayib borishini eng asosiy sababi aynan shu mineral o'g'itlarni haddan ziyod berilayotgani va shu bilan birga biz organik o'g'itlarni berolmayotganimiz sababi tuproqda mikroorganizmlar
yo'qolib borayotgani barchasini umumlashtirilgan holatda sabab qilib ko'rsatish mumkin. Aynan mikroorganizmlar tuproqdagi mineral o'g'itlarni o'zlashtirib beradi. Aynan biz ishlab chiqarayotgan va shu kunlarda respublika bo'ylab 20 mingdan ortiq hamkor fermerlarimiz qo'llayotgan o'sha hozirgi aytganim Plantasin, Bactamin, Fosfomax, biofungitsidimiz bor Sparagin, hosil stimulyatori bor Maxiplant. Ushbu mikrobiologik stimulyatorlar bilan barg orqali suspenziyalar qilinishi oqibatida o'sha tuproqqa kiritilayotgan mineral o'g'itlar samaradorligiga karrasiga oshadi. Bu fakt. Shu sababli biz bilan ishlayotgan fermerlar yildan yilga mineral o'g'itlar sarfini 50%, 60%, 70% ga kamaytirib bormoqda. Suspenziya qilinishi oqibatida. O'sha mana fermerlarimiz bir vaqtlar organik o'g'itlar, mahalliy go'nglar tuproqqa kiritardilar. Lekin hozir buni imkonsiz. Imkoni yo'q buni. Shuni oqibatida tuproqlarda mikroorganizmlar juda ham kamayib ketdi. Yoki fermerlarimiz o'sha sharbat qilib sug'ormay qo'yganlari, sharbat qilib sug'orilganda ham aynan shu mahalliy go'nglarni sharbati orqali ham tuproqqa o'sha mikroorganizmlar kirib borishi davomiy bo'lardi. Shu sababli mana biz eng arzon va eng samarali ishlov sxemasini taklif berib kelyapmiz. Oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsam, o'sha mahalliy go'nglar tarkibidagi mikroorganizmlarni biz preparat shaklida 17 yildan beri ishlab chiqaryapmiz. Biz 2009-yildan beri faoliyat olib boramiz. Ularni ekinlarga sepish orqali mineral o'g'itlar sarfi kamaytiriladi, hosildorlik kafolatli ravishda oshadi va albatta mahsulotdan tan narxi birdaniga pasayadi. Bu yana kimga foyda? O'sha fermerlarimizni cho'ntagiga foyda bo'lib hisoblanadi. Noyabr oyida Qashqadaryo viloyatida bo'ldik. U yerda 15 kun mobaynida seminarlar o'tkazdik. U yerda Qashqadaryo viloyati hokimi bilan ko'rishdik. Boymirov Obloyor aka bilan gaplashdik. U yerda qishloq xo'jalik boshqarma rahbari. Juda ham zo'r uchrashuvlar bo'ldi. Fermerlarga biz ishlov sxemalarini tuzib berdik. U yerda Qashqadaryo viloyatida bizni rasmiy vakilimiz bor Mavlon aka bilan hamrohlikda yaxshi seminarlar o'tkazdik. Undan keyin esa Qoraqalpog'iston Respublikasida shu yanvar oyida seminarlar o'tkazdik. U yerda formatni sal boshqacharoq o'zgartirdik. Ya'ni o'sha restoranlarda, to'yxonalarda fermerlarimizni shu bir piyola choy ustida taklif qilib, chiroyli holatda uchrashuvlar o'tkazdik. O'zimiz ham kutmagandik. 1000 dan ortiq fermerlar qatnashdi. Jamini hisoblaganda har bitta tumanda masalan 70-80 dan ortiq fermerlarimiz qatnashdilar. Buning uchun hozir shu fursatdan foydalanib barchasiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Qoraqalpog'iston Respublikasida bizni rasmiy vakilimiz bor. Dushanboy Otarbayev juda kuchli mutaxassis. Qoraqalpog'iston Respublikasida hozir 2000 dan ortiq fermerlar bilan birga ishlamoqda. Yelkama-yelka bo'lib o'sha Qoraqalpog'iston Respublikasida bo'lgan vaqtimizda juda ko'p fermerlardan biz eshitdik. Avval juda ham past hosil olingan maydonlarda hozir ancha tuproqlar tiklanib 40-45 sentnerdan paxta hosili olayotgan maydonlarni, shu maydonlarni egalari fermerlar bilan o'zlari bilan suhbatimizda buni juda ham xursandchilik bilan ta'kidladilarki, demak biz qilayotgan ishlar o'zini mevasini berishni boshladi. Buning uchun Dushanboy akaga katta rahmat deyman. Juda ham katta ishlarni amalga oshirmoqda. Ularni bunday shug'ullangan tuproqlarda qilayotgan ishlari faqat tahsinga loyiq deb o'ylayman. Bu yerda hozir Shinjon texnologiyasi haqida so'ralyapti. Bizga shuni bo'yicha yetishtiramiz ekan deb Jizzax viloyati fermerman deb yozibdi.
Shinjon texnologiyasini biz 2 yildan buyon Xitoy paxta navlarini yetishtirayotgan fermerlarimizga maxsus O'zbekiston sharoitiga moslashtirgan agrotexnikasini tuzib berganmiz. Ishlov sxemalarimiz juda ham mukammal holatda tuzilgan. O'sha mana hozir Qashqadaryo viloyatidagi seminar haqida gapirayotgandim. Aslida shuni gapirmoqchi edim. Nishon tumanida seminar o'tkazayotgan vaqtimizda u yerda Rasul ota fermer xo'jaligi rahbari biz yonimizga kelib, o'tgan yil sizlar bilan ishlagandim, paxtadan 90 sentner hosil oldim, Xitoy paxta 73 navidan. Nima bedani o'rniga ekkan paxtamdan 110 sentner hosil oldim deb shu xabarni aytib qoldilar. Juda ham xursand bo'ldik. Bizga ham yangilik bo'ldi bu. Keyin yolg'iz qolib bu yoqqa chaqirib gaplashdik. U Fermer.uz kanallarida ham qo'yildi, YouTube kanalida ham turibdi u video. Ko'pchilik to'g'ri ishonmadi yoki rejali shartnomaviy rejani ko'tarib qo'yishadi degan maqsadda qandaydir qarshiliklar yoki ishonmagan fermerlarimiz ko'p ekan, u yerda yozishibdi. Mayli, ularning huquqi, lekin bu fakt. Shu haqida ko'pchilik so'ragan edi. Kecha ham kimdir telefon qilib o'sha Nishon tumanidagi Rasul ota fermer xo'jaligini telefon raqamini so'rashibdi. Telefon raqamini berdim. Biz o'zimiz uchun ham kutilmagan holat bo'ldi. O'sha seminarda karantin rahbari aytdi, rekord qo'ydi Qashqadaryo viloyatida 90 sentner Xitoy paxtasidan Rasul ota fermer xo'jaligi deb turib aytib turgan joyida keyin fermer o'zi menga aytib qoldi, o'tgan yili birga ishlaganmiz sizlar bilan deb. Albatta u insonni, Xushmurod akani zaochniy taniyman, doimiy xabarlashib turganmiz, o'tgan yili xabarlashib turganmiz, tavsiyalar berganman. U yerda yana boshqa fermer bor edi, 3 yildan beri amofos bermayapman, fosilli o'g'itlar bermayapman, sizlarni fosfomaksilar bilan ishlayapman degan fermer ham bor edi, yoshi katta akamiz. U insonga ham doim tavsiyalar berib turganman, lekin zaochniy taniyman, lekin yuzma-yuz birinchi marta ko'rishishimiz edi. Shunaqa kutilmagan hodisalar bo'ldi. Undan tashqari Mirishkor tumanida tuman hokimi bizga shu ortda qolgan uchastkani berdi. Bu ham katta yangilik bo'ldi bizga. U yerda 4 ta uchastka, 300 ta fermer ekan. 300 ta fermerda o'sha qoloq fermerlar deyishdi. Ya'ni hosildorligi juda past bo'lgan maydonlarni bizga berishdi. Biriktirib berdi. Bu yil Xudo xohlasa u yillarda biz o'zimizni ishlov sxemalarimiz bo'yicha ishlaymiz va albatta natijalarni ko'rsatamiz. Qoraqalpog'iston Respublikasida ham shunaqa holatlar juda ko'p bo'ldi. Fermerlar o'zlari bizlar bilan ishlagandik. O'tgan yili 22 sentner hosil olganmiz, bu yil 45 sentner oldik. Paxtadan, g'alladan 40 sentner olardik, bu yil 75 sentner oldik degan joylar bo'ldi. Bu 75 sentner juda ham katta natija Qoraqalpog'iston Respublikasi uchun. Buning uchun katta matonat, shijoat, mehnat talab qiladi. Buni o'zlaringiz yaxshi bilasizlar. Ayniqsa bunday sho'rlangan tuproqlarda bunaqa natija qilayotgan fermerlarni faqat tahsin, minnatdorchilik bildirish kerak xolos. Shinjon texnologiyasi haqida o'tgan shanba ham bu yerda fermerlar bilan ko'rishganmiz. 31 ta fermer qatnashgandi. Mana bu yozuv ham turibdi, shu kungi yozib tushuntirilgan texnologiya bo'yicha. Biz o'sha har shanba kunini fermerlar kuni deb e'lon qilganimiz uchun ayrim fermerlar bu yerda dam olishda ekanlar, sanatoriyalarda, Toshkent shahri viloyatida joylashgan sanatoriyalarda dam olishda ekanlar. Shuning uchun shu yerda ularga ancha qulay bo'pti. Birga ko'rishib gaplashdik, fikr almashdik. Qanaqa bir xizmat bilan kelsanglar, Toshkentga yo'linglar tushsa, ko'rishib gaplashsak, albatta boshimiz ko'kka yetadi. Doimiy biz hamkorlikka tayyormiz. Telefon raqamimni so'rashyapti. Telefon raqamimni mayli. Telefon raqamim hamma joyda yozilgan. 99lik 430 0064.
Shu raqamimda Telegram profilim bor. Ikkinchi raqamim 94lik 115 0064. O'sha 99lik 430 0064 raqamidagi Telegram profilimga masalan g'allangizni holati, ertaga chigit ekasiz, paxtangizni holati, shu bo'yicha o'zingiz gapirgan holatda agrotexnika qilganlaringiz, mineral o'g'it qancha berganingiz ekishda, shular haqida ma'lumot berib, daladan video qilib tashlab bersanglar, albatta javob qilaman, lekin telefon qilgan vaqtingizda, mana hozir ham telefonim bezuk o'chirib qo'yganman. Hozir sizlar bilan muloqot ketayotgani uchun agar telefon qilganinglarda javob bera olmasam, albatta keyin qaytaraman yoki Telegramda yozsanglar menga shu qulay, vaqtimga qarab sizlarga albatta javob yozaman. Xudo xohlasa. Hozirgi vaqtda biz O'zbekistonda 20 mingdan ortiq fermerlar bilan birgalikda bevosita shug'ullanyapmiz, birga ishlayapmiz. Bizni tavsiyalarimizni qo'llashyapti. Doimiy biz mana 17 yildan beri fermerlarimiz bilan doimiy muloqotdamiz. Imkon boricha biz yangiliklar kiritishga doimiy harakat qilamiz. Shu sababli mana o'tgan yili Ikar kompaniyasini olib kirdik. Angliyaning Ikar kompaniya, biz ishlab chiqaruvchimiz o'zi aslida. Anguzal Agroservis kompaniyasi 12 xil preparatlar ishlab chiqaramiz. Bilasizlar, o'sha Plantasin, Sparagin, Bactamin, Fosfomax, Salcipro qo'shildi, mana Laviron bor, Anbio bor, Prestige bor, Prestige Plus bor. Bu preparatlarga biz ishlab chiqaramiz, lekin fermerlarimiz shu fevral oyida birinchi ishlovlarni qanday qilamiz? Sizlar ishlab chiqaradigan preparatlar +10 dan yuqori bo'lganda ishlaydi deb to'g'ri, o'rinli savol berishgani uchun biz 2025-yildan Ikar kompaniyasini olib kirganmiz. U Angliyada ishlab chiqarilgan. Biz faqat rastamoshka qilib Toshkentdagi sklatimizga tushirganmiz xolos. Va unga qo'shimcha Libozol kompaniyasini olib kirdik Germaniyadan. Libozol kompaniyasini faqat bitta preparatni olib kirdik, aminozol. Bu tarkibi erkin harakatlanuvchi aminokislotalar plus organik azot. Ayniqsa bug'doyni shu fevral oyini 10-lardan keyin, ya'ni tungi harorat +5 dan yuqori bo'lganda birinchi aminozol gektariga 0,5 litr va gektariga 0,5 litrdan Ikar Fosto birga ikkalasini qo'llashni fermerlarimizga 100% barchaga tavsiya beryapmiz. Hozirgi vaqtda Ikarning 10 ta mahsuloti bor bizda. O'sha g'allani, paxtani o'zini vegetatsiya bosqichlarida sepiladigan o'g'itlari, suyuq o'g'itlari va o'sha Libozol kompaniyasining aminozol preparati. Bularni birga hammasini qo'llab birgalikda ishlash mumkin. Mana 2025-yilda biz to'g'risi ayniqsa Ikar Fosto bilan aminozolni ulgurmadik, fermerlarga yetkazib berishga ulgurmadik. Hozir mana hozir ishlov vaqti emasligi uchun qish faslidan foydalanib biz buni ancha g'amlab qo'ydik. Xudo xohlasa uni yetkazib berish bo'yicha muammolar bo'lmaydi degan umiddaman. To'g'ri fikringiz. Bu yerda bir fermerimiz yozyapti. O'tgan yili kreditga sotib ololmadik degan mazmunda yozyapti bu yerda, agar to'g'ri tushungan bo'lsam. To'g'ri, kredit resurslariga Angliyani yoki o'sha Germaniyani ikkala preparatlarni sotib olish mumkin emas. Sababi birjaga qo'yilmaydi. Birjada faqat mahalliy ishlab chiqaruvchilarni ishlab chiqargan mahsulotlari qo'yiladi. Shu sababli bu Yevropa mahsuloti bo'lgani uchun ularni birjaga qo'yish mumkin emas. Agar qo'yilganda bu biz shu choqqacha buni qo'yib sizlarga taklif qilgan bo'lardik. Lekin bizni Anguzal Agroservis kompaniyamiz Toshkentda joylashgan. Biz mahalliy ishlab chiqaruvchi bo'lganimiz
uchun mana bizda hamma preparatlarimiz hozir birjada bor. Mana Plantastim, Fosfomax, Baktamin va Sparagin. Qani Sparagin? Sparagin. Mana Sparagin. Shu 4 ta preparatimiz. Keyin Prestige ham bor hozir. Prestige. Hozir bu yerda ko'rinmayapti. Va bunga qo'shimcha Prestige 5 ta preparatimiz hozir bizni o'sha sizlar kredit resurslariga sotib olishinglar mumkin. 5 ta preparatimizni birja orqali bilasizlar 1 yildan beri birja orqali sotib olinyapti. Avval Agrobankda ta'minotchilar reyestri bo'lardi. O'sha reyestr orqali reyestrda bo'lsangiz, o'sha spiskada yoki Open Businessda o'sha spiskasida ta'minotchilar reyestriga kiritilgan bo'lsangiz, shundan sotib olishingiz mumkin bo'lardi. Lekin hozirgi vaqtda через birja sotib olasiz. O'sha brokeringizga aytsangiz yoki meni lichkamga yozsanglar Telegramda, o'sha 99 430 0064 dagi yozsanglar, men sizlarga birjadagi ma'lumotlarimizni tashlab beraman. Shu bo'yicha sizlar bizdan kredit resurslari evaziga paxta kreditimi, g'alla kreditimi sotib olishinglar mumkin bo'ladi. Shunaqa asosan ma'lumotlar. Hozir 3 ta 4 ta savollar yig'ilib qoldi, lekin 520-sonli qaror haqida aytib o'tib ketmasam bo'lmaydi. Xabaringiz bor, 20-avgust 2025-yilda Vazirlar Mahkamasining 520-sonli qarori e'lon qilindi. Ya'ni bu biologik himoya bo'yicha 2026-yil 1-yanvardan boshlab biologik himoya usullarini qo'llagan fermerlarimiz 50% lik subsidiya oladilar. Bu xoh paxta, g'alla yetishtirilgan, umuman mahsulot yetishtiruvchi fermerlar deylik, farqi yo'q. Biologik himoya usullarini qo'llasalaringiz bo'ldi. Bunda biologik himoya usullari 2 xil bo'ladi, bilasizlar. Asosan birinchisi biolaboratoriyalar orqali entomofaglar sotib olib, ularni dalaga qo'llasalaringiz, o'sha zararkunandalarga qarshi, masalan, trixogramma qo'llagan bo'lishingiz mumkin, oltin ko'z, brakan, gabra brakan bo'lishi mumkin. Ikkinchi biologik himoya usuli bu mikrobiologik preparatlar qo'llanishi. Bizda 4 ta mikrobiologik preparatimiz kiritilgan bunga. Bular Plantastim va Sparagin, bular fungitsid. Plantastim ko'proq biostimulyatorga tortadi, lekin baribir u ildiz chirishidan ham saqlagani uchun, tarkibi trichoderma lignorum bo'lgani uchun ushbu qarorga kiritilgan bu ham. Sparagin mana birinchi suspenziyada qo'llaniladi yaqinda. Plantastim ham shu birinchi suspenziyada 2 litrdan Plantastim, Sparagin, Baktamin qo'llaniladi. Shunda masalan g'allaga qo'llaganingizda shu 2 preparatga subsidiya olishingiz mumkin bo'ladi. Bu agrosubsidiya.uz saytida ro'yxat shakllantiriladi. Yana ikkitasi Prestige va Prestige Plus bizning inseksidlarimiz. Bular Prestige Plus barcha so'ruvchilarga qarshi qo'llanilsa, masalan, oqpasha, shira, trips, o'rgimchakkanaga qarshi. Prestige esa tullamlar, ular lichinkalariga qarshi qo'llaniladi. Shu 4 ta preparatimiz hozir shunga kiritilgan. Agar bizni preparatlarimizni qo'llagan fermerlar biz bilan bizga pul o'tkazilganda shuni shartnoma raqamini o'sha karantin agentliklariga taqdim qilish kerak bo'ladi. Taqdim qilingandan keyin ular qishloq xo'jaligi vazirligiga jo'natishadi. U orqali qishloq xo'jaligi vazirligi esa agrosubsidiya.uzda o'sha ro'yxat bo'yicha fermerlarimizga subsidiyalarni taqdim qiladi. 520-sonli qaror bo'yicha asosan shu. Albatta Toshkentda qor, hozir Toshkentda qor. Bu g'alla ekinlariga juda yaxshi bo'ldi. Men kecha ichimdan xursand bo'ldim. Bu shu suv zaxirasi birinchi o'rinda, ikkinchidan sovuqdan himoya. Ayniqsa qor qoplami 10-15 sm bo'lsa, -15, -20 gradusgacha yer yuzasini sovuqdan himoya qilib turadi. Ya'ni o'sha ildiz bo'g'zi muzlab qolmaydi.
g'allada ildiz bo'g'zi muzlab qolsa, g'alla ekinlarida bu juda ham katta poterya degani. Endi ishlovlar haqida bu yerda mana 3 ta savol turibdi. Birinchi ishlov, ikkinchi ishlov qanaqa, shuni tuzib bering deb juda ko'p fermerlarimiz yozyapti. Xo'p, mana yozib olsanglar bo'ladi. Birinchi ilk ishlov fevral oyining 20-sanasidan keyin tungi harorat +5 dan yuqori bo'lganda ishlanadi. Gektariga yarim litrdan Ikarfosto plus qishdan bahorga o'tishga moslashishi uchun yarim litr gektariga aminozol birga qo'shib sepiladi. Bu ilk ishlov. Ikkalasi birga qo'shib barg orqali suspenziya qilinadi. Keyin ortidan sug'oriladi, birinchi sug'orish. Bahorgi birinchi ishlov. Bu endi ikkinchi ishlov desak, masalan, bu mikrobiologik birinchi ishlov bo'ladi-da bahorgi. Erta bahorgi purkashlar mart oyini hududga qarab tungi harorat +10 dan yuqori bo'lganda gektariga 2 litrdan Plantastim, Sparagin, Baktamin. Bu nima uchun qo'llaniladi? Bug'doy zangi, fuzarioz, septarioz kasalliklariga qarshi profilaktika, ya'ni oldini olish uchun va poya ildizni umumiy rivojlanishini ta'minlash, azot va fosforga bo'lgan ehtiyojini qondirish yoki ekinlarda oziqlanish va moddalar almashinuvini yaxshilashga erishish, tuproq strukturasini yaxshilanishini ta'minlash uchun qilinadi birinchi bahorgi ishlov. Bu mikrobiologik ishlov. Shuni ichida mana Plantastim bilan Sparaginga subsidiya olishingiz mumkin bo'ladi. Keyin bundan 15 kun o'tkazib, begona o'tlarga qarshi gerbitsid bilan ishlab olish kerak. Gerbitsid bilan. Birinchi suspenziyadan 2 hafta deylik, 2 hafta o'tkazib, gerbitsid begona o'tlarga qarshi ishlanadi. Ana undan yana 2 hafta o'tkazib, bizi preparatlar bilan kimyoviy ishlovlar, masalan, insektitsidlar, fungitsidlar, gerbitsidlar bilan qo'llaganingizda o'rtada 2 haftalik oraliq bo'lish kerak. Bo'lmasa biz preparatlar nobud bo'ladi yoki hali effektini ko'rsatmasdan to'qimada o'lib qoladi. Shuning uchun biz preparatlarda har bitta shunaqa gerbitsidlar bilan yoki kimyoviy fungitsidlar bilan, kimyoviy insektitsidlar bilan oralig'i 14 kun. Shuning uchun mana gerbitsid bilan ishladingizmi, ishlaganingizdan 14 kun o'tkazib ikkinchi ishlov bo'ladi. Ya'ni bu aprel oyi oxirigacha naychalash davrida. Bug'doy naychalash davrida gektariga 2 litrdan Fosfomax, gektariga 2 litr Plantastim, gektariga 2 litr Baktamin va bunga qo'shasiz plus yarim litr Ikarsilikar. Bizi asosiy ishlov sxemamiz shu. Natija nima? Boshoqni generatsiya organlarining shakllanishi, o'sha don massasini ortishi, ekinlarning azot, fosfor, kaliyga bo'lgan ehtiyojini qondirish, tuproq strukturasini mikroorganizmlar bilan boyishi. O'zi aslida eng katta asosiy sabab ham shu, tuproq strukturasini mikroorganizmlar bilan boyitish. Boyidimi? Siza o'sha bergan mineral o'g'itlaringiz hammasi ishlashni boshlaydi, tuprog'ingiz tozalanishni boshlaydi, sho'rlanish, ko'tarilishni boshlaydi. Shu bilan tuprog'i sekin asta hosildorlik yildan yilga qo'shib boraveradi. Shuning uchun biz bilan ishlayotgan mana oddiy misol Qoraqalpog'iston Respublikasida biz bilan ishlayotgan, masalan, 3 yildan beri ishlayotgan fermer hozir oz miqdorda, masalan, 50 kilogramdan 100 kilogramgacha mineral o'g'it, azotli mineral o'g'itlar berishi mumkin xolos. Chunki biz o'sha tuprog'i tozalanib bo'lgan, hozir mikroorganizmlarga boyib bo'lgan. Oddiy mana Baktamin bilan, Baktamin, Plantastim, Sparagin uchalasi bilan birga Fosfomax ham bor. Shu bilan 2 marta yoki 3 marta ishlov bilan hosil olishyapti. Shuning uchun yildan yilga hosildorligingiz qo'shilib boraveradi. Biz bunga 100% kafolat beramiz. Faqat bizni aytgan vaqtda sepishingiz kerak. O'sha gerbitsidlar, kimyoviy insektitsidlar, umuman aytaylik, pestitsidlar bilan ishlashingizda shunisiga e'tibor bersangiz bo'ldi, 2 haftalik oraliqni ushlaysiz. Yana bitta narsani ta'kidlashim kerak. Azotli o'g'itlar naychalash va boshoqlanish davrida gektariga ko'pi bilan 150 dan 200 kilogramgacha amiak selitrasi tuproqqa kiritiladi, boshqa berilmaydi.
Chunki 2 marta siz baktamin sepyapsiz. Bu biologik azot. Juda ham gektarga 2 litrdan qo'llaniladi. Bu ikkita suspenziyada ham beryapsizda. Buni berayotganingiz uchun 150 dan 200 kilogramgacha ammiak selitrasi yetadi. Undan ortiq. Undan ortig'ini ildiz o'zlashtirib ham ola olmaydi. Chunki bu yerda barg orqali biologik azot kiritilyapti 2 marta. O'shuning uchun fermerlarimizga bekorga aytmaymiz, mineral o'g'itlar sarfini biz bilan ishlayotganlar albatta 50% ga kamaytirilishi kerak. Sekin asta u yana kamayib boraveradi keyingi yillarga. Chunki mikroorganizmlar tuproqda ko'payib bormoqda. Sizda o'zlashmay qolgan yillardan beri tuz shakliga kirib qolgan, ildizni o'zlashtira olmayotgan azotli mineral o'g'itlaringizni hammasini bular o'zlashtirib beradi. Tuprog'ingiz tozalanib boraveradi. O'sha ifloslanish deyiladi, tuproq ifloslanishi. Shu tuproq ifloslangan tuproqlar tozalanib boraveradi. O'shuning uchun o'sha bizning mikroorganizmlar hammasi tuproqdagi barcha makro elementlarni ildiz uchun o'zlashadigan shaklga keltirib beradi. Ishlovlar bo'yicha asosan shu o'sha ilk ishlov fevral oyining 20 sanasidan keyin yana qaytarib aytaman, ikar fosto bilan ikar aminazol, ikar fosto bilan aminazol gektarga 1,5 litrdan ikkalasi qo'shib birga ishlanadi. Bahorgi birinchi ishlov gektarga 2 litrdan plantasin, sparagin, baktamin. Bu bug'doy jangiga ham qarshi ishlov bo'lib qoladi, sparagin profilaktika. Poya rivoji, ildiz rivoji uchalasi trivadnon, uchalasi bittada. Keyingi ishlov aprel oyi oxirigacha, ya'ni bug'doyni nachalash davrida gektarga 2 litrdan baktamin, plantasin, fosfomax. Plus unga 1,5 litr silikar qo'shyapmiz. Ikar silikar. Bu o'sha to'qimalarni mustahkamlab, tarkibida kremniy ham bor. To'qimani mustahkamlab, o'sha boshoqlar shakllanishini bir maromga tushirib beradi. Xudo xohlasa sizlarni bu preparatlarimiz birortasi uyaltirib qo'ymaydi. Doimiy aloqadamiz. Qachon masalan sepish vaqtida, boshqada mendan masalan ma'lumot olmoqchi bo'lsanglar, men doim telefonim ochiq, xabarlashib aloqa qilsak bo'ladi. Hozir mana paxta haqida juda ko'p savollar bor. Endi ming bora uzr. Paxta haqida alohida gaplashamiz. Chigitni doralash navlari, qaysi navlardan, Qashqadaryoda qanaqa ekanmiz, Sirdaryo viloyati deb bu yerda savollar bor. Hozir 19 ta savol bo'ldi bu yerda. 19 ta savolni 16 tasi почти paxta haqida. Bunga alohida to'xtalamiz. Xudo xohlasa fevral oyiga o'taylik. Fevral oyiga o'tib alohida paxta haqida gaplashamiz. Yoki Toshkentga yo'linglar tushsa, masalan shu kunlarda bemalol ko'rishib gaplashsak bo'ladi. Xabarlar bor paxta bo'yicha juda ham katta natijalarga erishyapmiz oxirgi yillarda. Navlarini ham o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rib turibmiz. Biz dalani odamimiz. Qaysi viloyatda yoki Qoraqalpog'iston Respublikasidan tortib boshqa viloyatlargacha biz hamma tuproq sharoitini ham, strukturasini ham, hattoki o'sha sho'rlangan darajasi, sho'rlanish darajasigacha hammasi haqida bizni ma'lumotlarimiz bor. Ma'lumotlarni bilmasdan biz sizlarga ishlov sxemasini tuzib bera olmaymiz. Shu sababli sizlardan iltimos qilardimki, masalan, imkoniyatlilar bo'lsa, tuprog'inglarni kartogramma qildirib qo'ysanglar, biz bilan muloqotga chiqqaninglarda kartogrammasini tashlab bersanglar, sizlarni tuprog'inglardan kelib chiqib turib, men o'zim sizlarga ishlov sxemasini tuzib berishim mumkin. Balki sizlarni tuprog'inglarga kaliy umuman kerak emasdir. Masalan, Qoraqalpog'iston Respublikasida kaliy tuzlari tuproq strukturasida ko'p bo'lgani uchun kaliy berish shart emas. Masalan, Sirdaryo viloyatida ham ko'p joylarda ko'rdim, azot miqdori juda yuqori. Shu sababli kartogramma qildirib qo'ysanglar, baribir ilmga asoslanib dehqonchilikka yondashilsa, nur ustiga a'lo nur bo'ladi.
Alloh ishlaringlarga rivoj bersin, salomat bo'linglar. Bizda ham ish kuni, hozir ko'pchilik telefon qilyapti. Mana nima telefonim bezuk bo'lgani bilan. Qanaqa savollar bo'lsa ushbu video tagida savollar qoldiringlar. Men YouTube'da ko'proq o'sha savollaringlarga javob berishga harakat qilaman. Baribir bu birinchi bu video YouTube'ga joylanadi, keyin Telegramdagi Fermer Uzga qo'yilgani uchun bemalol savollaringiz bo'lsa qoldirishinglar mumkin. Savollaringlarga men o'sha YouTube kanalini ostida javob berishga tayyorman. Salomat bo'linglar. Alloh kunni xayrli qilsin hammamizga. Tinchlikda, xotirjamlikda ko'rishib, gaplashish nasib qilsin hammanglarga. Dehqonchilarga Alloh baraka bersin. Kattakon rahmat hammaga.